Har qanaqa 4 tana mazali va mayingina chiqadigan pankekli pirojnilarni qayta tayyorlashingiz aniq. Demak, xamir uchun 3 dona tuxum, 6-7 osh qoshiq shakar, 250 gram iliq qatiq, 50 gram erigan sariyog'dan solib hammasini aralashtiramiz. Shu retsept uchun men Kallex brendining sifatli sut mahsulotlaridan foydalandim. Endi elida 215 gram un, 25 gram kakao, 2 choy qoshiqdan vanilin shakar va razrixli tillani o'tkazib, qimoqlari ketguncha massani aralashtiramiz. Tayyor xamirimiz mana shunaqa quyulikda bo'lishi kerak. Xamirni qulaylik uchun konditer qopchiga quyib olib, qizigan quruq tovaga dumaloq shaklda quyib chiqamiz. Pankeklarni pastroq olovda pishirish kerak. Mana shunaqa ustiga pufakchalari chiqqanda orqasini o'girib, yana ozgina pishirsanglar, ichlarigacha zo'r pishib chiqadi. Yumshoqqina pankeklar tayyor. Endi navbat kremga. Quruq yog'siz idishga muzda 250 gram 33% sifatli qaymoq, 200 gram krem chiz hamda 150 gram quyultirilgan sut solamiz. Doimgidek ishonchli, juda ham mazali zaychiq quyultirilgan sutidan foydalanaman. Ketidan 1 choy qoshiq vanilin shakarini ham qo'shib quyilgunicha miksirlaymiz. Eslatib o'taman, krem uchun barcha masalliqlar muzdek bo'lishi lozim. Shundagina kremimiz ustойчивый quyuqqina bo'ladi. Pankeklarning ustiga krem qo'yib, orasiga to'g'ralgan mevalardan qo'yib chiqamiz. Men qulupniylarni kubik shaklda to'g'rab ishlatdim. Mevani ustidan ham yana ozgina krem qo'yib, pankek bilan yopamiz. So'ng yonlaridagi kremini tekislab chiqsak bo'ldi. Tayyor pirojnilar kamida 1 soat sovutgichda turishi kerak. Desertimizni ustiga suv bug'ida eritib olingan shokoladni qo'yib, o'zimizga yoqqan meva va yong'oqlar bilan bezatamiz. Men rezavor meva va xandon pista bilan bezatib oldim. Juda ham mazali, mayin, ayrim jihatlari bilan 4 tana mazaliroq desert bo'lib chiqadi. Retsept ko'rganingizdek qiyin emas, shuning uchun albatta siz ham bu shirinlikni tayyorlab, yaqinlaringizni xursand qiling.